بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا الله سبحانه وتعالى حمد صلواتlarimiz Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz din qardoshlar, aziz tomoshabinlar. Bu uchrashuv Rasul akram alayhissalatu vassalomning siratlariga bog'liqligi bilan alohida ma'no kasb etadi. Bu suhbatlarimiz payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning muattar siratlari, xushbo'y siratlari ila qalblarimizni inshaalloh bütün o'lkamizni muattar qiladi. Zotan olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambar sevgili Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni eslash, u zotning siratlarini o'rganish, u zotni yodga olishning o'zi majlislarni, xonadonlarni, o'lkalarni muattar qiladi, xushbo'y qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni tanigan, u zot alayhissalatu vassalomni ko'rgan, u zotga hamsuhbat bo'lgan sahobai kiromlar Rasul akram alayhissalatu vassalomning siratlariga ana shunday baho berishar edi. U zotning zikrlari bo'lgan majlislar muattar bo'lishini ulamolarimiz his, zavq bilan, nihoyatda yuqori tuyg'ular bilan doim zikr qilib keladilar. Robiul avval oyi ana shunday mavsum. Rasul akram alayhissalatu vassalomning tavallud oylari o'laroq islom ummatining 1000 yillar osha sevikli, qadrli oyga aylangan. Robiul avval oyi hijriy, qamariy sananing 3-oyi hisoblanadi. Bu oy payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning tavallud oylari o'laroq musulmon ummatining qalbidan o'zgacha bir o'rin olgan. Hatto Robiul avval oyi musulmon ummati Robiul avval oyi degandan ko'ra Mavlud oyi deb atashni, bu oyni mana shu nom bilan Mavlud oyi deb atashni ko'proq qo'llaydilar va buni yana ham ehtimom bilan, o'zgacha bir muhabbat bilan Mavlud oyi deb ataydilar. Sababi bu oy Rasul akram alayhissalatu vassalom dunyoga kelgan oy. Bu oy olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambar dunyoga, bu yer yuziga qadam qo'ygan oy. Bu oy olamlarga nur sochuvchi quyosh porlagan oy. Bu oy butun mavjudotlarga rahmat bo'lgan zot Muhammad alayhissalatu vassalom tavallud topgan oy. Ana shu e'tibordan bu oy kelganda mu'min musulmonlar odatdagidek o'tkaza olmaydilar bu oyni. Bu oy kelganda insoniy tuyg'ular sog'lom zavqdan kelib chiqib, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom tavallud topgan oy keldi degan ma'noda, demak mu'min musulmonlarda, muhabbatli kishilarda o'zgacha bir tuyg'ular, o'zgacha bir his, hayajonlar junbushga keladi. Insonning tabiati o'zi shunday. Masalan, yaxshi ko'rgan insonini otasidir, onasidir, farzandidir vafot etgan bo'lsa, uni o'sha vafot etgan yaqinini sog'inganda, uni eslaganda o'zgacha bir o'zida kayfiyat his qiladi va doim ham eslab yuradi. Har xil hodisalar ustida eslaydi, ba'zi bir so'zlar ustida, holatlar ustida eslaydi. Lekin tavallud kunlari yaqinlashganda, tavallud kuni kelganda, Ramazon Buti rahmatullohi alayhi ta'kidlaganlaridek, farzandining tavallud kuni, farzandi yonida yo'q. Ana u ota-ona bu kunda boshqacha bir xotiralarni, boshqacha bir zikrlarni, tuyg'ularni o'zidan o'tkazadi. Ana shu ma'noda musulmon ummati Robiul avval oyida Rasul akram alayhissalatu vassalomning tavallud kunlari, bu oy tavallud oyi bo'lgani uchun mana bu kunlarda o'zgacha bir shavq va zavqlari jo'shib, bu oyni payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga yanada muhabbatlarini izhor qilish, muhabbatlarini charxlash, sayqallash va u zotning siratlarini yanada chuqurroq o'rganishga o'zgacha bir e'tibor bilan harakat qiladilar. Afsuski mana shu haqiqatni yaxshi anglamagan kishilar 1000 yillar osha ixtilofli bo'lib, ko'pchilik ulamolar
ma'qullagan ushbu oyni siyrat oyi o'laroq o'tkazish tadbirini hali hanuz Rabiul Avval oyi kelishi bilan yana yangi to'satolonlarni boshlab ixtiloflarni ko'tarishadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavallud topgan oy kelibdi. U zotni tavallud kunlarini demak o'zgacha yodga olish, fursatdan foydalanib, odamlarning tuyg'ulari uyg'ongandan foydalanib, bu oyda Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning qalblariga ko'proq yetkazib, kirgizib olish, muhabbatlarini ko'proq ulashish ma'nosida ko'pchilik ulamolarning asrlar osha davom etib kelgan tadbirlari davom etib kelgan. Lekin mana shunday bir mavsum kelgan paytda har yili takrorlanadigan holat, bir guruh kishilarimiz bu oyda mavlud qilish bid'at, Rasululloh alayhisolatu vasallam qilmaganlar, sahobalar qilmagan va hokazo mana shunga o'xshash ixtilofli masalalarni ko'tarib, haligi ko'pchilikning dilini xira qilib, musulmonlar orasida nizo keltirishga sabab bo'lishmoqda. Aslida nima qilishimiz kerak? Aslida bu masala 1000 yillar osha ixtilofli masala ekan, uni ikkalasi tomonda ham katta-katta ulamolar bor. Xususan mavludni yoqlab, mana shu oyni siyrat oyi o'laroq o'tkazishni yoqlagan ulamolar jumhur ko'pchilikni tashkil qilar ekan. Ayniqsa bizning o'zbek ulamolarimiz, bizning O'zbekiston, ya'ni mana Mavron Nahr ulamolari ham bu oyni siyrat oyi o'laroq mavludlar bilan o'tkazish, mavlud marosimlari, tadbirlar bilan o'tkazishni ma'qullagan ekanlar. Insofli inson, ilmli inson bo'ldi, ixtilof ko'tarmasligi kerak. Modomiki shariatda asosi bor, ulamolar fatvo bergan va manfaati ko'rinib turgan amalmi? Buni biz inkor qilib, ixtilof chiqarib, bundan hech qachon musulmonlarga foyda keltirmaymiz. Balki joiz degan, yaxshi ish degan, ma'qullagan ulamolarning yurtida biz yashayapmiz ekan, xususan mana shunday ulamolarning so'zlari ko'pchilikni so'zi o'laroq quvvatli ekan, biz bu borada ko'pchilikka ergashishimiz kerak, ko'pchilikni qo'llab-quvvatlashimiz kerak va eng muhimi musulmonlarning diliga xiralik keltirishga, ularning demak xotirlariga noto'g'ri xayollar olib kelishga, oralarga nizo chiqishga sabab bo'ladigan so'zlardan, harakatlardan tiyilishimiz lozim. Mayli siz o'zingiz boshqa fikrdasiz, ma'qullamaysiz, lekin o'zingiz uchun bo'lsin u. Ko'pchilik ulamolar islom ummati, bitta faqat bizda emas, butun islom ummatida aksar ulamolar asrlar osha mavludni yoqlaganlar ko'pchilikni tashkil qilgan. Doim nojoiz degan gapni aytganlar doimo ozchilik bo'lgan. Va o'sha nojoiz degan ulamolar ham yaksar aytmagan. Aksar holatlarda mavlud marosimlarida, mavlud tadbirlaridagi nojoiz ishlar sababli uni inkor qilgan. Aksar holatlarda. Lekin umuman bu ishning bir oyga cheklanishi yoki bir kunga cheklanishi mavzusi bu alohida shar'iy bir masala. Umuman olganda biz jumhur ulamolar, ko'pchilik ulamolarning so'ziga e'tibor berishimiz kerak. Ana shuni ko'proq ixtiyor qilishimiz lozim bo'ladi. Ushbu suhbatlarimiz asnosida biz aynan mana shu mavlud mavzusini kengroq yoritishni qasd qilganmiz. Birinchidan mavludning tarixi haqida suhbatlashamiz. Keyin mavlud asarlari haqida suhbatlashamiz. Undan keyin inshaalloh Imom Barzanji va u kishining mavlud asarlari eng keng tarqagan, xususan bizning diyorda o'qiladigan mavlud asari. Mana bu haqda o'rganib o'tamiz. Keyin inshaalloh mavlud asarining o'zini ham o'rganamiz. Islom ilm dini. Shariat bu ilm bilan qoim bo'ladi. Masalan, his-hayajonning o'zi bilan, qanaqadir xom hayollar bilan yoki to'qma gaplar bilan shariat qoim bo'lmaydi. Bu shariatga putur yetkazadi. Ana shu e'tibordan ilmiy yondashuv, ya'ni sharhlashda ilmiy yondashuvga e'tibor berish. Va men sharhlash ma'nosida, sharhlash asnosida asosan maqsad mavlud asarini yozgan Ja'far ibn Hasan al-Barzanji rahmatullohi alayhi ulug' olim kishi bo'lganlar, lekin u kishi dalillarni keltirmaganlar, ma'lumotlarni berib boraverganlar, chunki asarning uslubi shundoq. Endi o'quvchilar, o'rganuvchilar, xususan voizlar, masalan shu asar haqida, shu asarni odamlarga tushuntirib bermoqchi bo'lganlar, ma'nolarini bilsalar, dalillarini bilsalar, gaplari quvvatli bo'ladi. Ana shu ma'noda dalillarni yig'ishga harakat qilingan va ta'kidlashimiz lozim, bunda men o'zimdan hech narsa qo'shmaganman. Faqat sharhlardan olingan, lug'atshunoslarning so'zlari olingan va hokazo. Ya'ni qadimgi ulamolarimizning so'zlaridan hozirgi o'quvchiga kerakli qismlarini,
kerakli yo'sinda tartib bilan berib borilgan xolos. Ya'ni biz tuzuvchimiz bu o'rinda. Tuzuvchi va tarjimonlik ma'nosida tayyorlangan. Inshaalloh bu Mavlud asarining har bir bo'lak qismi atir deb ataladi. Atir deyilishiga sabab atir o'zi mana o'zimiz o'zbek tilida ham xushbo'ylikni anglatadi. Har bir band tugaganda muallif Abdillahumma Allohum Rasul akram alayhisolatu vassalomning ravzai sharifalarini salovat salomlarimiz bilan muattar qilgin yana ham degan ma'noda duoni naqora sifatida keltirganlar. Ana shundan har bir bo'lak atir deb atalgan va bunda yana boshqa ma'no ham bor. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vassalomning siyratlari haqida ketgan har bir bo'lakga bu atir bu, xushbo'ylik bu. Ana shu ma'noda birinchi xushbo'ylik desak ham bo'ladi. 18 atirdan iborat asar. Inshaalloh har kungi videoyimizda bitta atirni matnini o'qib, matnni ham inshaalloh mana shu mavlud marosimlariga munosibroq bir ohang bilan o'qib, keyin ma'nolari va qisqacha sharhlari bilan tanishib boramiz. Shu zaylda inshaalloh asarni to'liq o'rganib chiqamiz. Ana undan keyin mavludning shar'iy hukmlari, mavlud marosimlaridagi noto'g'ri holatlar, uni qanday o'tkazish lozim. Mana bu borada inshaalloh alohida mavzularga ajratib siz bilan shu mavzuni batafsil o'rganishga, ya'ni mavlud mavzusini batafsil o'rganishga harakat qilamiz. Muqaddima qismida mavlud asarlari haqida ham gap ketgan. Keyin ikkinchi asarning o'zida ham mana shu sharhning o'zida ham hukmlar, odoblar asosan keyingi qismda berilgan. Ya'ni Imom Barzanjiyning asarlaridan keyin berilgan. Inshaalloh video suhbatimiz ham mana shu tartibda bo'ladi. Va bularni o'rganish mobaynida biz juda ko'p haqiqatlarga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Xususan hozir ilmsiz haligi ba'zi bir mutaassibroq odamlar bor. O'zi o'qimagan, o'rganmagan, lekin gapi balandparvoz. Bittasi chiqib yozyapti. Mavludning arabchasi bid'at, o'zbekchasi to'qma deydi. Sen qanaqasiga hamma mavlud asarini bid'at deysan? Taqriban 1000 yil atrofida ulamolar mavlud asari yozgan. 200 ga yaqin mavlud asari yozilgan. Biz 170 dan ortig'ini aniqlaganmiz. Mavlud asari yozgan ulamolarning ba'zi birlari katta muhaddislar. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi borlar, Abdul Qori rahmatullohi alayhi borlar. Va hokazo. Nosiruddin Dimashqiy borlar. Va hokazo. Bu katta muhaddis ulamolar bu mavzuga alohida e'tibor berib turgan bo'lsa, Zayniddin Iroqiyning mavludlari bor. Katta muhaddis, eng haligi mutaaxir ulamolarimizning eng katta olimlaridan. Qanaqasiga shuncha ulamolar yoritgan mavzuni labini uchidan, og'zini uchidan, bir chekkasidan bu to'qima bid'at deydi. O'qi oldin o'rgan. Xolis o'rgan, tarixni o'rgan. Biz mana shu mavzuni ko'tarishimizda yana bitta nuqta borki, islom ummati ulamolari qadimdan ilm bilan demak dinni yoyib kelishgan. Lekin so'nggi yillarda ilmiy faoliyat ancha susaygan. Keyin mustamlakachilik harakatlari bo'ldi, shunday ko'p ulamolar qirib tashlandi. Endi qayta uyg'onish davri bo'ldi. Qayta uyg'onish davrida oldingidek zabardast ulamolarning yetishmasligi sababli, asarlar ko'plari o'rganilmay qolganligi sababli mana shu islom ilmlari borasida bir qancha mavzularda yuzaki gaplar ko'payib ketdi. Bitta ikkita olimning gapi. U ham xolis emas, o'rganilganda ham xolis o'rganilmagan. Boshqa olimlar fikri o'rganilmagan. Tarix ulamolarning mana shu 1000 yillik asrlar osha ulamolarning tarixi, ularning tarix mobaynidagi faoliyatlari chuqur o'rganilmaganda ketdi yaksariga bid'atga chiqarish va hokazo. Lekin da'vo zo'r. Biz Qur'on hadisga qaytamiz, xolos, boshqa gap yo'q. Qur'on hadis va sahobalar bilan cheklanamiz degan da'vo. Hamma shu gapni aytadi. 1000 yillik yashagan shu zabardast ulamolarning birortasi Qur'on hadis yoki sahobalarning gapidan tashqariga chiqmagan. Lekin yondashuvda farq bor. Kimdir so'zma-so'z qabul qiladi mana shu so'zni. Qur'onga va hadisga cheklanish kerak degan gapni so'zma-so'z qabul qiladi-da, uning ma'no, mazmuni, maqsadlari haqida o'ylamaydi. Lekin boshqa ko'pchilik ulamolar Qur'on hadisga ergashish u faqatgina harfda, so'zlarda emas, yoki shariat keng qo'ygan joylarda ham tor ushlab o'tirishda emas, balki shariat maqsadlarini aniqlagan holatda,
uni ko'rgan holatda ergashish va shariat ruxsat bergan doirada shariat maqsadlari asosida harakatlanish. Mana bu yondashuv, bu ilmiy yondashuv bo'ladi. Va bu yondashuv asrlar osha pishgan va ko'pchilik demak jumhur ulamolar ixtiyor qilgan ahli sunnaning yo'li hisoblanadi. Shu e'tibordan biz bu mavzuni yorityapmizki, tariximizdan bir qism hisoblanadi. Mana shu mavlud mavzusi ham islom tarixining bir qismi. Biz buni xolis o'rganishimiz kerak, xolis bunga baho bera olishimiz kerak va ana shunda inshaalloh bu borada gapiradigan gaplarimiz demak o'rinli bo'ladi va savobli bo'ladi. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda siz bilan mavlud tarixi haqida suhbatlashamiz. Keyin inshaalloh yuqorida aytganimiz mavzularni birma-bir o'rganib boramiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammamizga yordamchi bo'lsin. Umid qilamizki, bu ko'rsatuvlar sizlarga manzur bo'ladi va inshaalloh elimizga manfaatli bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning xolis o'zidangina savob umidida inshaalloh bu ishlarni sizlar bilan davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi fayz futuh bersin, o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin, toyilishdan, xato qilishdan o'zi asrasin. Ulug' ulamolarimiz, Rasul akram alayhisolatu vassalomning sahobalari, u zotdan keyingi buyuk allomalarimiz yo'lidan adashmay borasimizda Alloh o'zi hammamizga madadkor bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.